Inson matonati, ularni muvaffaqiyatga erishishga undovchi, harakat odamga albatta mukofot olib kelishini ko'rsatib beruvchi filmlar mavjud. Keling, sizlarga ana shunday kinolardan misollar keltiraman. Baxt izlab. Will Smith ijrosidagi ushbu film Chris Gardner ismli tadbirkorning hayotiy hikoyasiga asoslangan. U qiyinchiliklarga qaramasdan o'z orzusiga yetish uchun kurashadi. Film inson irodasi va chidamliligi haqida hikoya qiladi. 1976-yilda ishlangan Rocky filmi. Bu kino Rocky Balboa ismli bokschining muvaffaqiyat sari yo'li aks etgan. Mehnat orqali maqsadga erishish mumkinligini ko'rsatib beruvchi ajoyib hikoya. Film ayniqsa sport bilan shug'ullanuvchilar uchun katta motivatsiya manbai. Zakovatli Will Hunting o'ta zakovatli, ajoyib matematik qobiliyatga ega bo'lsa-da, oddiy hayot kechiradigan Will Hunting endi o'z salohiyatini ko'rsatishi va hayotini o'zgartirishi kerak bo'ladi. Film o'z qobiliyatlarimizni qadrlash va rivojlantirish haqida hikoya qiladi. Murabbiy Carter. Basketbol murabbiyi Ken Carter o'z jamoasini sportda va hayotda muvaffaqiyat qozonishga undaydi. Ushbu kino intizom, fidoyilik va o'z hayotini o'zgartirishga intilish haqida. Siz ham shunday filmlardan qaysilarini bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.